Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi svet yo'q ekan, shu ovoz yetgancha gapirib turaveramiz endi. Kech qolib kelganlar endi ahvoli yo'q. Doğru svet aktarılarçı yandı mı ki? Çocuğun çok koyuldu. Alloh taoloning shariatini insonlarga olib kelgan hamda insonlarga ibrat namuna bo'lish uchun hayotlarida mana shu shariatni tatbiq qilgan payg'ambar va anbiyolarga salom va salomatlar bo'lgan bo'lsin. Payg'ambarlar silsilasidan mana Odam alayhisalomdan boshlab biz mana shu kungacha Musa alayhisalomning qissasigacha o'rgangan bo'ldik. Mana bugungi suhbatimizda inshaalloh Musa alayhisalom va Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan bosqichdagi kelgan payg'ambarlarning hayotini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Mana shu Musa va Muhammad alayhisalomning orasida bosqichda kelgan payg'ambarlarning ulug'lari bu Davud va Sulaymon alayhissalomlar. Va Musa va Davud alayhissalomgacha bo'lgan bir qancha payg'ambarlarning hayoti ham borki, ularni bugungi suhbatda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Banu Isroilga Alloh taolo ana shu Baytul Maqdisga kirishlikka buyurgan paytda Banu Isroil bosh tortdi. Va mana shu itoatsizlik uchun Alloh taolo ularni 40 yil Sayno vodiysida sargardonlikka hukm qildi. Hech qaysi qavm tarixda bunchalik uzoq muddat jazolanmagan edi. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Alloh taolo aytdi, albatta bu shahar sizlarga haromdir, 40 yilga yer yuzida sargardon bo'lasizlar. 40 yil sargardonlik ichida Musa va Harun alayhissalomlar vafot etdi. Mana shu Harun alayhissalom vafot etganidan 2 yildan keyin Musa alayhissalom vafot etdi. Mana shu Musa alayhissalomning vafot etishi haqida bir qancha rivoyatlar bor, shundan birini keltirib o'tamiz. Alloh taolo hech qaysi payg'ambarning jonini unga abadiy hayotni ixtiyor qilishlik bermasdan turib jonini olgan emas. Ya'ni Azroil alayhisalom har bir insonning jonini so'ramasdan olar ekan, lekin payg'ambarlarning iznisiz ularning joni hech qachon olgan emas. Xuddi shularning qatorida Musa alayhisalomdan ham Azroil alayhisalom kelib jonini olishini so'raganda, Musa alayhisalom mana aytdik, tabiati qattiq dag'al odam bo'lgan. Shu bir shapaloq qo'ygan ekan farishtani. Shunday rivoyatlar keladi. Va shunda Azroil alayhisalom Alloh taoloning huzuriga chiqib, Parvardigoro, vafot etishlikni xohlamaydigan bandaga jo'natibsan meni dedi. Va Alloh taolo tomonidan Musa alayhisalomga bir taklif qilindiki, Azroil alayhisalom uni yetkazib aytdi: "Ey Musa, xohlasangiz, o'lishingni xohlamaydigan bo'lsangiz, hozir kaftingizni sigirni ustiga qo'ying. Ya'ni sigirni veliga qo'yingki, qo'lingiz ostida nechta tuk jamlansa, har bitta tukka 1 yildan umr ko'rasiz" deydi. Ya'ni bu narsani fikr qilib ko'radigan bo'lsak, bu qancha yil bo'ladi? Ya'ni Musa alayhisalomki Banu Isroilda mana shunday bir noshukrlikni, Banu Isroildan shuncha bir itoatsizlikni ko'rib, hayotdan zerikish kerak bo'lgan odam edi nazarimizda. Lekin shu kishi ham yashamoqchi bo'lgan ekan. Shunda aytdiki, keyinchi dedi. Keyin nima bo'ladi? Keyin dedi Azroil alayhisalom, baribir joningizni olaman. 1000 tadir, 2000 tadir, 5000 tadir, baribir bir kun nima bo'lasiz? Vafot etasiz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bitta jon egasi borki, o'lim sharbatini albatta totadi. Shunda Musa alayhisalom aytdiki, agar o'shanda o'lish kerak bo'lsa, hozir olaver jonimni dedi. Hech qaysi payg'ambar dunyoda abadiy qiyomatgacha yashashlikni ixtiyori berilganda xohlagan emas. Biz dunyoda eng qo'rqadigan narsamiz o'lim. O'lim nima? O'lim bu haqiqiy hayotning birinchi qadami. O'lim nima? O'lim mana shu mashaqqat dunyosidan chiqib ketishlik. O'lim nima? Bu vatanga borishlik. Odam alayhisalom jannatda yaratilganmidi? Otamizni tug'ilgan joyi yoki yaralgan joyi vatan bo'ladigan bo'lsa, hammamiz otamiz Odam alayhisalom jannatda yaralgan edi. Bizning asl vatanimiz bu jannat edi. Inson o'lsa qayerga boradi? Shunda 5 mahal peshonasini yerga qo'yib yig'layotgan Robbisining oldiga boradimi? Ana shu sufiylikda bir pokiza davrlarida bir sufiy vafot etsa, uni mayitni ko'tarib, kanna sunnalar bilan olib borlar ekan qabristonga. Nimaga to'y qilasizlar desa, hatto o'yda bu. Bir umr yig'ilgan
o'zini ma'shuqasiga 7 oshiq. Bu albatta to'y deb turib, to'y qilib ko'mishgan ekan. Ya'ni innaka mayyitun va innahum mayyitun. Sen o'lasan, Muhammad alayhisalom, siz albatta mayyit bo'lasiz va boshqalar ham albatta mayyit bo'ladi. Mana shu narsani esdan chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham birodarlar, ana shu abadiy qolishlik taklif qilingan edi. Ana shu vafot qiladigan kunlar kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'ldi. Yonida xizmatchi yigiti bilan Jannatul Baqiy, ana shu Baqiy qabristoniga chiqdi-da, ana shu yerlardagi mayyitlar haqiga duo qildi. Qiyomatda men qo'shnilarimni so'rab olaman Allohdan dedi. Shunda Rasululloh, sizni qo'shnilaringiz kim deyilganda, mana shu qabristonda yotganlar dedi. Shunday dedi va birdaniga holi qurib yiqilib qoldi. Payg'ambarimiz o'tkazib, jinga qarashganda sababini so'raganda bu holdan qolishligini payg'ambarimiz aytdiki, hozir menga Jabroil keldi va aytdiki, Alloh sizga Muhammad salom aytdi va ixtiyorni berdi. Xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, butun yer yuzi sizning qo'l ostingizda bo'ladi. Bu bitta hol. Ikkinchisi, Parvardigoringizni diydoriga hozir ketishlik dedi. Shunda haligi yonda turgan xizmatchi yigit, Rasululloh bizni tanladingizmi? Bizni tanladingiz, biz bilan qolasizmi deb xursand bo'lib ketgan ekan. Tasavvur qilaylik-da birodarlar, Rasululloh tirik bo'lganda qanaqa bo'ladi hozir? Ya'ni haligi yigitni xursandchiligiga sig'masdan bizni tanladingizmi Rasululloh? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi deganda mana shu hadisni aytgan ekanki, har bitta payg'ambarga o'lim ro'baro qilinganda dunyoda qolishni xohlamagan dedi. Barrohil alaminal janna, Parvardigorning huzurida tanladim dedi. Mana shundan keyin bir qancha kunlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning huzurida chivinni qonatishalik qadri bo'lganida, bu dunyoda kofirlar bir tomchi suv ichganchalik ham yashamasdi deydi. Ya'ni dunyoda bir qush qancha suv ichadi? Bir tomchi suv ichadi, bir qo'playdi. Mana shu suvni ham kofirga bermagan bo'lardim agar dunyo sizlar o'ylayotgandek yaxshi narsa bo'lganda dedi. Kofirni qarang, musulmonlarga yaxshi vaqt kechirmayaptimi? Ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyo mu'min uchun qafas, kofir uchun jannat. Mu'min bu dunyoda har qancha rohat bilan yashasa ham qafas, chunki oxiratda uni kutib turgan narsaning oldida bu dunyo qafas. Shunday emasmi? Kofir bu dunyoda har qancha xor bo'lib, kasal bo'lib yashasin, oxiratdagi azobning oldida bu dunyo jannat bo'ladi. Chunki birodarlar, biz aytgan shu o'lim bizni la budda minhu, iloji yo'q narsa, albatta o'ladi. Hamma inson o'ladi, faqat qaysi yo'lda o'ladi inson. Mana aytib o'tganimizdek, Musa alayhisalomga ham mana shu qiyomatga yashashlik ixtiyori berilganda bu narsani xohlagani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan ko'chalarda ketayotganda bir echkini o'lik bolasini sasib yotganini ko'rdi-da, shunday ushlabdiki, "Kelinglar dunyoga" dedi. Mana dunyo dedi. Kim shuni mendan dedi 1 dinorga sotib oladi dedi. Agar Rasululloh, agar bu arziydigan narsa bo'lganda, bir manfaati, foydasi bor bo'lgan narsa bo'lganida, buni ahli egalari tashab ketgan bo'larmi deganda, dunyo xuddi shunday narsa dedi. Musa alayhisalom ham dunyoda qolishni xohlagani yo'q. Mana Musa alayhisalom vafot etganidan keyin payg'ambarlikni mana u kishini xizmatkori va izqola Musa li fatahu o'tgan suhbatimizda Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomning uchrashganini gaplashdik. Shunda yonida Yusha ibn Nun degan yigit xizmatkor bo'lib yurgan Musa alayhisalomga. U kishini vafotidan keyin Yusha ibn Nun Banu Isroilni ishini, payg'ambarlikni o'zini qo'liga oldi. 40 yillik sargardonlik tugagandan keyin Musa va Harun alayhissalomlar vafot etganlaridan keyin yo'l ochildi ularga. Ya'ni Alloh taolo 40 yilga harom deganmidi? Yo'lda topishdi va Baytul Maqdisga hujum qilishdi. Mana shu 40 yil ichida buzoqqa sig'ingan xalqlar o'lib ketdi. Ya'ni avlod yangilandi. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballohu lakum. Sizlar uchun Alloh taolo yozib qo'ygan muqaddas yerga dedi Alloh taolo, kiringlar dedi. 6 oy Banu Isroil Baytul Maqdisga hujum qildi va 6 oy qamal qilib turdilar. Ana shu 6 oyda oxirgi kunlarida g'alaba kela boshladi. Ya'ni ular yengishni boshladi. Shaharni egallashga qarash boshlagan paytda g'alaba vaqti asr paytiga to'g'ri kelib qoldi. Mana ularda asrdan keyingi Shom paytini kirishi bugungi kunni tugab Shom payti o'tishligi ikkinchi kunga kirishligiga ishora bo'ladi. Biz islomimizda ham shunaqa. Kun 12 da almashmaydi kechqurun.
shom namozi o'qigandan keyin yangi kunni ketida e'tibor qilinadi. Banu Isroilga shanba kuni urushlik, hattoki har qanday ish qilishlik harom edi. Shanba kuni dam olishlik yahudiylarda shariatida edi. Bozor kuni dam olishlik nasroniylar shariatida. Musulmonlardagi juma kuni bo'ladi. Endi kun botishlikka yaqin bo'ldi. Shom payti kiryapti. Lekin hali shaharda to'laligicha egallashgani yo'q. Hali g'alaba uchun bir qancha vaqt kerak. Vaqtni hech kim to'xtata olmaydi. Yusuf alayhisalom qo'rqdi. Shuncha qilingan 6 oy qilingan mehnat, yana ozgina muddatdan keyin agar kun botib ketadigan bo'lsa, orqaga chekinish kerak, yana boshqadan urushni boshlash kerak. Shunda u kishi quyoshga qarab aytdiki, innaka ma'mur, innaki ma'mura va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, Allohning buyrug'ini bajarishlikka, men ham ma'murman. Va Parvardigorga duo qildi, Allohumma hbisha alay. Parvardigor quyoshni to'xtatib bergin endi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi, inna ash-shamsa lam tuqbas li ahad li bashar illa li Yusha. Layali sara ila baytil maqdis dedi. Quyosh hech kim uchun to'xtatilgan emas, faqat Yusha uchun Baytul Maqdisga yurgan kunlarida ushlandi dedi. Quyosh to'xtab turdi, to Banu Isroil g'alabani oxiriga yetkazdi, shaharda to'laligicha qo'lga oldi, keyin botdi. Ehtimol yana necha yuz yillardan keyin quyosh qaysidir vaqt 1 soat 2 soatga to'xtaganligini olimlar kashf qilar. Kashf qilarlar agar Alloh bildirsa. Shunda biz bilaylikki, biz burun bilardik bu narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytibdi, Yusha uchun quyoshni Alloh taolo nima qilgan? To'xtatib qo'ygan. Mana Musa alayhisolamning vafotiga qaytsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana dunyoga muhabbat qo'yishlik bu hamma xatolarning boshlanishi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Salahu awwal hadihil umma biz-zuhdi wal yaqin va halaku akhir hadihil umma bil bukhli wal amal." Bu ummatni avvalini nima tuzatgan? Bu ummat boshida nima bilan yuksalgan? Nima bilan aziz bo'lgan? Dunyoga behojat bo'lishligi bilan, dunyoda qalbidan chiqarib muhabbat qo'ymasligi bilan va iymon bilan aziz bo'lgan. Endi bu ummatning oxiri nima bilan xor bo'ladi desa, baxillik bilan va dunyoga hirs qo'yishlik bilan deydi. Demak, 2 kere 2 4 deyilganda, agar bunday bo'lsa, natija bunday bo'ladi. Bu ummatning boshlanishi dunyoga muhabbat qo'ymasligi bilan, iymoni bilan aziz bo'lgan bo'lsa, oxiri nima bilan xor bo'lar ekan? Baxillik va dunyoga muhabbat qo'yishlik bilan. Alloh taolaning mo'jizasi sodir bo'ldi va Banu Isroil Baytul Maqdisni egalladi. Alloh taolo mo'jizasini bir zohir qildi. Alloh taolo buyurdi Yusuf alayhisalomga, Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisning eshigidan sajda qilgan holda, Allohumma hutta anna xatoyana, shu o'tgan yillarda qilgan xatolarimizni Parvardigor kechirdi, sajda qilib kirishlikka, ya'ni ruku qilib kirishlikka Alloh tomonidan buyruq oldi. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Vaqtiki biz ularga mana shu qishloqqa, mana shu shaharga kiringlar, xohlagandek yeb ichinglar, eshikdan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigor bizni xatolarimizni kechir deb aytinglar. Albatta biz sizlarning xatolarni o'chiramiz va muhsinlarga ziyoda qilamiz. Musa alayhisalom ko'rsatgan bir qancha mo'jizalardan bexabar bo'lgan, Fir'avnning holidan bexabar bo'lgan bu yangi avlod Yusuf alayhisalomni masxara qilishni boshladi. Xutto degan so'zga haynto deb kirishdi. Ya'ni so'zni o'zgartirishning mana shundan boshlandi. Mana bilamiz, Injilda 110 xil ko'rinishi bor. Yig'ishtirib to'rttaga qisqartirgan nasroniylar, lekin to'rtdan yo'g'iga qisqara olmaydi. Chunki valabbolin, ular haqdan adashgan. Yahudiylar ko'rib turib, bilib turib itoat qilmagan, almashtirgan, g'oyril mag'zubi. Ularni g'azabiga yo'liqqan Alloh taolo. Ularga g'azab qilgan. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fanzalna ala allazina zalamu rizqan minas samai bima kanu yafsuhun. Alloh ularga buyurgan so'zni o'zgartirganliklari uchun Alloh taolo rizq balosini tushirdi. To'g'on kasali tushdi. Shu kunda o'zida shaharda egallab sajda qilib kirishlikda o'rniga bosh tortgan kunida 20 mingta kishi bir kunda vafot etdi. Ya'ni hech qachon Alloh taolo bandasiga bir baloni, bir jazoni bermaydi, to banda o'zi buni so'rab olmagunicha. Hattoki oyog'ingizga tikan kirmaydi, bejiz. Hattoki qo'lingiz qayrilib ketmaydi, bejiz. Orqani qarangda, bir qovun tushirib qo'ygan joyingiz bor.
yo onamizga gap baqirib chiqqanmiz, yo birodar diliga ozor berganmiz, yo Alloh yomon ko'radigan ishni qilganmiz, Alloh yaxshi ko'rganligi uchun bizga jazo beradi. Nima bo'lsin? Gunohidan tozalanmasin. Banu Isroil endi Falastinda yashashni boshlashdi. Banu Isroil ishlarini podshohlar boshqarardi, din ishlarini payg'ambarlar. Din mulkdan ajratildi. Din masjidda, cherkovda, hayot tashqarida. Podshohlar maslahat qilar edi payg'ambarlarga, lekin o'zlari bilgan ish qilishardi bari. Podshohlik Yaqub alayhisalomni Yahuda ismli bolalarini zurriyatida o'shalarga meros bo'lib qoldi. Yahudani bolalari podshohzodalar bo'lib ketdi. Endi payg'ambarlik esa Yaqub alayhisalomning Lavi degan o'g'lini bolalariga o'tib ketdi. Ya'ni bu xuddi meros singari bo'linib qoldi bu narsa. Yusha alayhisalom payg'ambar bo'lib turgan paytida, tirik bo'lib turgan paytda ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Lekin u kishining vafotidan keyin bo'lindi. Yusha alayhisalom Musa alayhisalom vafot qilgandan keyin 27 yildan keyin vafot etdi. Ya'ni Yusha alayhisalom 100 ga kirganda Musa alayhisalom vafot etgan edi, 27 yil payg'ambar va podshoh bo'lib turdi. 127 ga kirganda vafot etdi. Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisni egallab yashashni boshladi va yana eski holati kufrga, butga sig'inishlikka qaytishdi. Baal degan shaharda Yahudilar bir toifasi yashardilar, o'sha yerda bir butni yasab sig'inishardi. Baalbak degan buti bor edi. Baalbak, ana shu Baaldi degan butning nomiga bir atalgan bir shahar bo'lib qolgan edi. Alloh taolo ularni hidoyat qilishlik uchun Yusha alayhisalomdan keyin Ilyos alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Qur'onda marhamat qiladi Alloh taolo: Astagfiru billah va inna Ilyasa laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Alloh rabbukum va rabb abaikumul awwalin فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Ulamalar Baalbakka Alloh taolo Ilyos alayhisolamni payg'ambar qilib yuborganligi va qavm uni yolg'onchi qilib itoat qilishdan bosh tortganligidan boshqa ma'lumotlar keltirilmagan. Mana shu oyatga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar qilib yuborganligi aniq, boshqa sahih manbalarda ma'lumotlar keltirilmagan. Ilyos alayhisalom qavmi osiy bo'lgandan keyin mana ularni tark qilib yashiringanligi zikr qilindi. Boshqa rivoyatlarda vafot etgan deyiladi. O'tgan safargi suhbatda 4 ta payg'ambarda hali ham tirik deyishadi odamlar. Deb turib shu Zakariya deb shu yerda xato bo'lib qoldi. 4 ta payg'ambar hali ham tirik, ikkitasi osmonda, ikkitasi yerda degan gap bor. Kitoblarda, ba'zi kitoblarda. Yerdagilari bu Ilyos va Xizr, osmondagilari Idris va Iso. Mana keyingi quyida hadislar beradi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, xufton namozini o'qib bo'lgandan keyin Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Qala aroaytum laylatukum hadihi. Ana shu kunlarni ko'rdinglarmi dedi payg'ambarimiz. Mana shu qorong'u tunni ko'rib turibsizlarmi dedi. Sahobalar ha deyishdi. Qala fa inna ala ra'si 100 sanatin la yabqa man ala al-ardi ala zahri al-ardi ahad. Hozirdan boshlab dedi. Yer ustida turganlardan hech kim 100 yil yashamaydi oshiqcha dedi. Bu sahih hadis ekan birodarlar. 107 ga kirdim, 117 ga kirdim deyotganlar bilmadiganda, Allohu a'lam. O'sha paytda yozilganda to'g'ri yozilganmi? Lekin sahih hadisda keltirilyaptiki, 100 yildan oshiq umr ko'rmaydi bundan keyin deyapti payg'ambar. Shu hadisning o'zi ana shu Iso alayhisalomdan boshqa uchala payg'ambarda vafot etganligiga ochiq dalil bo'ladi. Hech qaysi payg'ambarda istisno qilmayapti. Mana o'tgan safar aytdik, Xizr alayhisalom tirik va chiroyli o'zimizni og'zaki ijobiyotimizda shu bir so'zlar bor edi. 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda o'g'il bolaga uchiradi. Boshmoldog'ida suvga o'sha bo'lsa tilab. Akalar bu gap. Alloh taolo favajada abdan min ibadina deyapti. Meni hamma bandalarim qatori bitta banda edi deyapti. Demak, bandami? Kullu nafsin za'iqatul maut deyaptimi Alloh? Tirik jon borki vafot etadi deyaptimi? O'ldi. Yo bormi ichimizda Xizr uchraganlar? Xizr qo'llasin ham bo'lmaydi. Ular vafot etgan. Ilyos alayhisalomdan keyin Alyasa alayhissalom keldi. Alyasa haqida deyarli mana shu Qur'onda aytilgan oyatdan boshqa ma'lumot yo'q. Va Ismoil va Yasa va Yunus va Lut va kullan faddalna alal alamin. Ismoil va Alyasa, Yunus, Lut ularni hammasini butun olamlarda mufassal qildik. Mana aytdik biz,
Davud alayhisalom bilan Musa alayhisalomning o'rtasida kelgan payg'ambarlar haqida gaplashamiz dedik. Yusha, Ilyos va Alyasa alayhimussalom. Va zikur Ismoil va Ismoil va Yasa va Zalkifli va kullu minal akhyar. Mana shu Qur'onda Ismoilni zikr qiling, Alyasani, Zalkiflni eslanglar, albatta ular solih kishilar edi deydi Alloh taolo. Ya'ni mana shu payg'ambar haqida faqat Qur'onda ismi keldi, boshqa ma'lumot yo'q. Banu Isroil orasida fisq fujur rivojlandi. Ularning o'rtasida bir dahshatli gunoh paydo bo'ldi, avj oldi. Bu o'zlarini payg'ambarlarni o'ldirishni boshladi ular. Hech bir kun Banu Isroil o'rtasida payg'ambarsiz o'tmadi. Kullama mata nabiy qoma nabiy Rasululloh. Bugun o'ldirishgan payg'ambar ertaga bittasi chiqib oldi. Bir vaqtda o'zida 3 ta ham payg'ambar bo'ldi bitta shaharda. Bir vaqtning o'zida o'ldirishaverdi. Va qatlihimul anbiya dedi Alloh taolo. Banu Isroilda qilgan gunohlarni sanab Alloh aytadi, yana payg'ambarlarini, o'zlarini payg'ambarlarni nima qilishar edi? O'ldirishardi ular. Nimaga Alloh taolo Qur'onda eng katta qissa qilib Banu Isroil qissasini zikr qilyapti? Bularda kimligini ko'rib qo'yishimiz uchun. O'zlarini qavmidan bo'lgan Fir'avnning pishog'ini xor qilib so'yib turgan holatidan olib chiqib ketgan, dengizni yorib o'tgan, Misrda 9 ta mo'jizani ko'rsatgan Musa alayhisalomga qilgan muomalasini ko'rdik. Ya'ni shuncha ularda azizlikka olib chiqib qo'ygan payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rdik-ku, endi itoatsizligida, Allohga osiyligida hech kim ularga bo'lmasligini ham ko'rdik. O'shuncha Alloh aytibdi: "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim." Sen iymon qilib bergan bandalaringning yo'lini bergan. U adashgan nasroniylardan yo'li bo'lmasin, seni g'azabingga uchragan yahudiylardan yo'li bo'lmasin dedi Alloh. Shuni deb o'rgatyapti Alloh taolo. Bekanda Fotihada o'qilmaymiz ki 30-40 marta birodarlar. Shu oyatlarda o'qiyotganda mana shu narsalar esimizda tursin. O'shalardan qilib bo'lmaganiga Alloh taologa hamd sano aytaylik. Amalik degan bir xalqlar bilan jang qilardi. Amalik degan bu haligi nima deymiz? Jussasi katta odamlar deb aytilar ekan. Bo'y basti boshqalardan ko'ra uzunroq bo'lgan odamlar shular bilan jang qilishar edi. Ana shu janglarning birida Banu Isroil yengiladi. Qaqshatqich mag'lubiyatga uchraydi va o'zlarida bo'lgan tobutni oldirib qo'yishadi. Tobut nima u? Tobut bu yog'ochdan bo'lgan bir sandiq edi. Bu sandiqning ichida Musa, Harun alayhisalomning qolgan kiyimlari bor edi. Musa alayhisalomning asosi bor edi. Toshlarga yozilgan Tavrot lavhalari bor edi va osmondan tushgan man bo'lar edi. Ular mana shu lavhani ko'rganda biz Xudoyarlar qilgan xalqmiz, bizni peshonamizni Alloh taolo nima qilgan zuvolamizni katta olgan deb hayinga qarashardi-da, qalbiga xotirjamlik tushar edi. Urushlarga ko'tarib borishardi. Biz bilan dengizni yorgan, ilonga aylangan aso bor. Shu narsa ularning yuragiga quvvat bag'ishlardi. Ana shu janglarda birida shu tobutni oldirib qo'yishadi. U tobut ularda birligini ramziydi. Tobut qo'lidan chiqib ketgandan keyin podsholarning ham e'tibori qolmadi. Yurtidan so'yib haydab chiqarishdi ularni xor qilib, amaliklar. Sahroga haydab chiqardi, o'zini vatanidan haydalishdi. Va favzo boshlandi. Boshbodoqsizlik, itoatsizlik. Hech kimga quloq solmay qo'ydi. Ular mana shunday bir xorlikda bir muddat yashashdi. Va bu holat ana shu favzo, mana shu tartibsizlik, boshbodoqlik Alloh tomonidan ularga berilgan bir balo ekanligini tushunishdida asta-sekin Allohga yolvorisha boshlashdi. Alloh taolo bu safar Shamuel alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Bu yana Shamun deyiladi, arabchada Ismoil deyiladi, va Samuel deymiz mana ingliz tilida. Bizda hadislarda keltirilgani Shamuel alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Shamuel alayhisalom Allohga ularni da'vat qildi, qavm xor bo'lganligini ko'rdi. Najot faqat Alloh taoloning payg'ambarga itoat qilish bilangina bo'lishini tushundida, asta-sekinlik bilan Shamuel alayhisalomga itoat qilishni boshlashdi. U kishini da'vatini qabul qilganlardan keyin Banu Isroil aytdiki: "Ey Shamuel, sen bizga boshimizni bir qilib, bizni birlashtirib, amaliklarga qarshi urushga boshlab boradigan podshohni tanlab bermaysanmi? Bizga podshoh kerak bo'lyapti" deydi. Alam tara ila mala'i bin bani Isroil min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Banu Isroildan bo'lgan malolarni ko'rmaysizlarmiki, Musodan keyin yashardi ular.
o'zlarining payg'ambarlariga Alloh yo'lida jang qilishligimiz uchun bizga bir podshohni tanlab bermaysanmi deyishdi. Yusha alayhisalom bilan Shamvel alayhisalom o'rtasida 460 yil o'tgan edi. Ya'ni biz hozir qissani boshida Yusha alayhisalom Baytul Maqdisni oldi dedik. Endi hozir gapirayotgan vaqtimizgacha 460 yil vaqt o'tdi. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Agar sizlar so'rayotgan jang, jihod farz qilinsa, gapinglardan qaytib itoatsizlik qilarmikinsizlar? Shundan qo'rqaman dedi. O'zlari so'rayapti. Bizga podshohni saylab bersin Alloh, u bizni amalliklarga qarshi boshlab borsin. Qalu va ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Nimaga urushmaymiz? Nimaga orqaga qaytamiz? Axir bola chaqamizdan mahrum qilishdi, yurtimizdan haydab chiqarishdi. Nimaga borib urushmaymiz? Bizga podshohni saylab bergan ishdi. Amaliklar Quddusdan haydab chiqarayotganda Buxtu Nasr degan bir zolim podshoh bo'ladi, ularning podshohi ularni hatto xorlab, so'yib qolganlarni Baytul Maqdisdan haydab chiqarganlar. Mana shu narsaga ishora qilishyapti. Yurtimizdan haydaldik, bola chaqamizdan mahrum bo'ldik, nimaga urushmaymiz? Alloh taolo Shamvel alayhisalomga ana shu jihodni farz qildi. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallohu alimun biz-zolimin. Qachonki ularga ana shu qitol, jang, jihod farz qilinganda juda ko'pchiligi itoat qilishdan bosh tortishdi. Faqat ozginasi Shamvelga itoat qildi. O'zlari ixtiyori bilan so'rashgandi bu narsani. Lekin Alloh tomonidan kelganda itoat qilishdan bosh tortishdi. Mana Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda adadi qancha edi ularda? 600 ming edi. Oradan qancha yil o'tdi? 500 yil o'tyapti. Chunki 40 yil sargardonlik bor, Yusha bilan Shamvel orasida 460, 500 yil o'tdi. Endi bularda soni millionlardan oshib ketdi. Ana shu bir necha milliondan oshgan yahudiylarning ichidan birodarlar 8 mingta odam payg'ambarga itoat qildi, jihad qilishga rozi bo'lib chiqishdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Sanab turinglar, bu yana elanadi bular. Millionlardan 8 mingta ajrashib chiqdi. Ular aytishdi, bizni jangga boshlab boradigan podshohimiz qani dedi. Shunda Shamvel alayhisalom Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib sayladi dedi. Tolut bu kambag'al odam edi. Teri oshlaydigan ko'nchi edi. Jussasi yo'g'on, hikmatli, hakim odam edi. Lekin Yahudani bolalardan emas edi. Podshohlar doim Yahudadan bo'lib kelganiga o'rganib qolgan yahudiylar yo'q. Bu qabul qilamiz buni dedi. Birinchidan Yahuda emas dedi, Yahudani bolalaridan emas. Ikkinchidan kambag'al ekan dedi. Itoat qilmaymiz dedi. Undan tashqari uni Alloh tanlaganligini qayerdan bilamiz? Sen bizga roz gapiryapsanmi? Yolg'on gapiryapsan. Bu payg'ambarga qilayotgan muomalasi bo'lardi. Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum Taluta malika. Talutni podshoh qilib saylab deganda ular e'tirof bildirishdi. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Yahudani bolalari, biz dedi podshohlikka da'vogarlar dedi. Uning ustiga kambag'al, uning ustiga Yahudani bolalaridan emas. Qala innalloha astafahu alaykum va zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ularda Alloh taolo ularni sizlarning ichida uni tanlab oldi. Jismda va ilmda sizlardan ustun u dedi. Albatta puli baland bo'lishiga shart emas deyapti. E'tibor bering shunga. Falonchilardan emas, puli ham yo'q deyapti. Ya'ni insonlarda dunyoda bir-biriga qo'yadigan o'lchovini past balandligi shu narsalarda, falonchilardan bo'lish kerak. Va nimasi bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak. Alloh taolo bu narsaga qaramas ekan. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni meni huzurimda dedi Alloh taolo, hurmatli balandliklar, mendan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Bu olimlar, puldorlar, chiroyli esligilar demayapti. Mendan ko'proq qo'rqadimi? O'sha men uchun hurmatli deyapti Alloh taolo. Alloh yu'ti mulkahu man yasha vallohu wasi'un alim. Alloh mulkini xohlagan bandasiga beradi. Alloh xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. Qavm unamadi. Podshohlik qabul qilmaymiz buni dedi. Shunda Shamvel alayhisalom agar uni podshohligiga hujjat keltirsam, itoat qilasizlarmi? Ular ha deb javob berishdi.
yakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum va baqiyatun mimma taraka al Musa va al Harun tahmiluhu al malaika inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Uni dedi Alloh taolo. Alloh tanlaganligining belgisi, sizlar yo'qotib qo'ygan tobutni farishtalar ko'tarib kelib, oyoqlarida ostiga qo'yadi dedi. Haqiqatan qarab turishdi, oldirib qo'ygan amallarda qo'lda qolib ketgan tobut osmondan uchib keldi. Uchib Banu Isroilning oldiga qo'ndi. Uni farishtalar ko'tarib kelgan edi. Albatta ular farishtalarni ko'rmadi. Shundan keyin itoat qilishdi. Tog'ni ko'tarib bostirib o'raman degandan keyin itoat qilishdi. Ya'ni bu qavmni kimligini ko'rib qo'yaylikki, faqat mo'jizani keltirganda, halol qilishligi ro'baro qilinganda o'lishlikdan qo'rqib itoat qilinyapti. Talut bil junubi qala inna Alloha mubtaliikum binahr. Talut mana podsho dedik, Shamvel alayhisalom ular bilan birga Falastinga qarab qaytib nima qilishdi? Yo'l olishdi. Bu yo'lida mana Urdun va Falastin, Iordaniya bilan Falastin o'rtasida bo'lgan Urdun daryosi yo'li bo'yicha kelishdi. Bir-birimizni hurmat qilaylik birodarlar, telefon qo'yayotganlar. Mana shu Urdun daryosi bilan ro'baro bo'lishdi. Alloh taolo bularni bir sinadi. Uzoq muddat yurishgan, issiq chanqashgan, kim suvdan bir hovuchdan oshiqcha ichsa, qolsin, men bilan bormaydi dedi. Imtihon qattiq bo'ldi. Chanqab kelgan, issiq, uzoq muddat suvda tepalab o'tadi, lekin bir hovuchdan ochiq ichishlikka ruxsat berilmadi. Faman shariba minhu falaysa minni va man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Suvga kelishdi, bir xo'plam ichib to'xtata olmay qoldi o'zlarini. Ichib yurishaverdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Endi 8 mingtadan 313 ta yoki 314 ta odamgina qoldi. Alloh nima qilyapti? Subhanalloh. Buxoriyda rivoyat qilingan Bara ibn Ozib roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohning sahobalari gaplashib turardik bir-birimiz bilan. Biz Badr ahli Talut bilan birga yo'lga chiqqan qo'shinni biriga bir to'g'ri kelamiz deydi. Ular ham 314 ta edi, biz ham 314 tamiz dedi. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut va junudi. Milliondan 8 mingta chiqdi. Ajradi. Alloh taolo shuni ajratyapti. 8 mingtadan 314 yoki 343 ta odam chiqdi. Jalutni qo'shiniga ro'baro bo'lishdi daryo kesib o'tgandan keyin. Jalut bu ana shu ro'parasidagi Baytul Maqdisni egallab turgan Amaliklarning podshosi edi. Jalut uning qo'shinini ko'rgan paytda ular aytishdiki, la taqatana al-yawma bi Jalut va junudi. Talutga bizni bugun yengishlikka quvvatimiz yetmaydi, toqatimiz yetmaydi deydi. Bular qancha ming masofadan, qancha minglagan metr kilometrlarga masofadan yurib kelishdi. Ya'ni 314 ta charchagan, qurol aslahalari ham zo'r emas. Endi Amaliklar chiqdi u yerdan Jalutning boshchiligida. O'zining uyidan chiqdi. Tayyorgarligi zo'r, qurol aslahasi ham joyida, yana bo'ylari ham Banu Isroilga qaraganda bir necha barobar baland. Ya'ni g'alaba tamomiy ana shu Jalut tomonda. Birodarlar, g'alaba sonli ko'pligi bilan, tayyorgarligini qattiqligi bilan bo'lmaydi. G'alaba iymon bilan bo'ladi. Shunday emasmi? Hayotimizda bir ba'zi bir o'rinlarda biz men qilaman uni deymiz, bunday qilib qo'yaman deymiz, lekin qila olmay qolamiz. Kam min fiyatin qalilatin g'alabat fiyatan katiratan bi iznillah vallohu ma'as sobirin. Milliondan 8 mingta chiqdi. 8 mingdan 313 ta chiqdi. Endi 313 tadan tizzasi qaltirayapti ro'para bo'lganda. 313 ta nima bo'lyapti? E'lanyapti birodarlar. G'alabada loyiq odamlar qolyapti u yerda. G'alabani ko'tarishlikka, g'alabaga haqli bo'lgan odamlarni Alloh taolo qoldiryapti. 313 tasi qaltiradi tizzalari. Shunda albatta Parvardigoriga bir kun yo'liqishiga iymon keltirgan ba'zi kishilar aytishdiki, "Ey, una demanglar. Qancha oz jamoat katta jamoatni Allohning izni bilan yenggan-ku. G'alaba Alloh sabirlar bilan birga bo'ladi. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga dedi."
Badrda qancha edi musulmonlar? 313 yoki 314 edi. Mushriklar qancha edi? 1000 dan ortiq edi. Lekin shu 313 ta odam Allohning buyrug'iga labday deb turib berdi, Alloh taolo minglagan farishtalar tushirib qo'ymadimi? Demak, Alloh taolo qodir bandasiga yordam berishga, lekin bandalarda bu yordamga loyiq bo'lish kerak. Banda so'raganini Alloh taolo berishga qodir, lekin bandasi bu narsani olishga loyiq bo'lish kerak. Shunday emasmi? Biz duo qilyapmiz, so'rayapmiz, uni ber deyapmiz, buni ber deyapmiz, lekin shuni olishga loyiq bo'lgan kimsa Alloh taolo shunday berib qo'yadi o'zi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqvo qilgan bandasini har qanday mushkuldan chiqib ketadigan yo'lini ko'rsatadi Alloh va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini berib qo'yadimi? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan kishini g'amini hal qilish kimning zimmasiga edi? Ibrohim alayhisalom deb aytgan nima dedi? Hasbunalloh dedimi? Allohga suyandik dedi. Allohdan boshqa ishonadiganimiz yo'q biz dedi. Alloh bunaqa bandasini Jabroil alayhisalomga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'yib qo'ymadi ishini. Kimlar himoyasiga o'tdi Ibrohim alayhisalomda? Alloh bunaqa bandasini birovga qo'yib qo'ygani yo'q. Uni kuydirishga kerak bo'lgan o'tda jannat bog'i yaratib qo'ymadimi? Bu kishilar, bu anbiyolar, bu sahobalar Allohning mana shunday yordamiga loyiq odamlar bo'lgan. Ularning qalbida Allohdan boshqa muhabbati bo'lmagan. Dunyo matosi kelsa, xursand bo'lib, ketsa, xafa bo'lmagan bizga o'xshab. O'shincha Alloh taolo duosini shart ijobat qilavergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarni karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi Badr g'azotida 314 odam bilan. 2 dona tuya bo'lgan ekan. Qaysi odam urushga chiqsa 2 dona tuya bilan chiqadi. Ular faqat karvonning yo'lini to'sgani chiqishgan edi. Lekin bu yerdan Quraysh 1200, 1500 har xillar bor, 1000 tadan oshiq jangga tayyorlangan holda qo'shin bilan keldi. 3 barobar ko'p soni. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashiru ilayya ayyuhannas 314 ta sahobasini o'tkazib olib, maslahat beringlar, endi nima qilamiz deyapti. Nimaga so'rayapti? Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelishligida ansorlardan bayat olgan Madinaliklardan. Madinaga borsam, sizlar meni mollarni, jonlarni, xotin bola-chaqalarni himoya qilgandek himoya qilasizlar degan va'dasini olgan edi. Endi bu Madinadan tashqarisida bo'lyapti. Endi tashqarida bo'ladigan urushga, "Ya Rasululloh, biz sizga Madinada himoya qilamiz deganmiz. Tashqarida demaganmiz" degan tushuncha bo'lmasligi uchun so'rab olyapti. Maslahat beringlar, nima qilamiz deganda Abu Bakr turadi, urushamiz deydi. Umar turadi, urushamiz deydi. Miqdod roziyallohu anhu turadi. Mana aytdik. "Ya Rasululloh" dedi turib. "Ha biz Banu Isroil Musa alayhisalomga borsan, Robbim bilan o'shalarga qarshi urushaver, biz mana o'tirib turamiz demaymiz. Balki aytamizki, "Boring ya Rasululloh, borib ular bilan urushing. Albatta biz sizlarning yoningizda turib urushamiz" deymiz dedi. Ibn Mas'ud aytdi-yu, ana shu gap uchun butun dunyoda almashaverardim agar meniki bo'lganda shu so'z dedi. Sa'd ibn Mu'az aytdi, "Ya Rasululloh" dedi, "Bizga ishora qilyapsizmi?" dedi. Ansorlarga Madinani bu gapirgan hammasi Makkaliklar edi. Madinaliklardan kutyapti dedi payg'ambarimiz. "Bu bizdan kutyapsizmi?" javob berdi. Allohga qasam sizni bergan zotga. Agar Berakil Rimatgacha 14 ta qabila bor deydi, islomga qarshi. O'sha yoqqa bor desalar, o'sha yoqqacha biz bilan borib urushamiz deydi. Alloh buyurgan ishni qiling. Shunda Alloh akbar deb payg'ambarimiz g'alaba yoki karvonni qo'lga kirishligini ikkita bashoratni bittasini aytadi. O'sha bir payg'ambarimizni himoyasida payg'ambarimizni ko'magiga o'tishga loyiq bo'ldi, Alloh taolo farishtalar tushirib qo'ydi. Bu bekorga tushgan emas bu farishtalar. Soniya vosida mag'lub bo'lish ham tayin bo'lib turdi, lekin osiy bo'lishini xohlamadi, Alloh taolo g'alabani berdi. Bular ham shunday bo'lib turibdi. 314 tadan minglagan, ehtimol 10 minglagan, jussasi ham katta, qurol aslahasi ham zo'r bo'lgan amarliklarni o'parasida turishibdi. G'alaba adab bilan emas, iymon bilan bo'lar edi. Shamil, Tolut va solih kishilar qolganlarni iymonga chaqirdi va qam sobit turdi. Ana shu 314 taning ichida ham yaxshilari bor edi. Shular qavmini sobit turishlikka chaqirdi. Ikki qo'shin bir-biriga ro'baro keldi. Shunda walamma barazu li Jalut va junudihi qalu robbana afrigh alayna sabran va thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ular ana shu Jalutni ro'parasiga kelgan paytlarida aytishdi, Parvardigor, bizlarga sabrni bergin, qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavm ustidan bizni g'olib qilgin. Jalut ularning podshohi edi. Ular ichidagi eng jussasi yo'g'on edi, eng kuchli edi. Tayyorgarligi ham zo'r edi. Chiqdi-da, "Man yubariz" dedi.
kim men bilan yakka-makka urushgani chiqadi dedi. Ya'ni u davrlarda urushini tartibi bittadan polvonlari chiqar edi, ikkitadan urushib o'zini askarini ruhini ko'tarishlikka chiqishar edi. Jolut o'zi bu amaliy qilgan yo'g'on jussasi. Bular kichkina. Jolut ularning ichidan yana yo'g'oni. Kim men bilan urushadi yakka-makka dedi. Banu Isroil qo'rqdi, hech qaysi chiqmadi. Shunda Tolut aytdiki, kim chiqadi unga dedi. Shijoatlantirib, agar kim chiqsa, men qizimni unga beraman, mendan keyin podsho bo'ladi dedi. Qaysi davlatga podsho bo'ladi? Agar tirik qolsa, ya'ni musulmonda tafovul degan sifat. Haligi ruschada optimizm deydi. Kelajakdan faqat yaxshilikni umid qilish kerak musulmon odam. Pessimist deydi, mana kelajakka yomon nima bunaqa bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi. Musulmon doim yaxshilikni umid qilishi kerak. Musulmon o'sha bo'lish kerak bo'lgan sifat. Bu safar bo'lmadimi, keyin safar albatta bo'ladi. Bu safar gapim bo'lmadimi, keyin safar albatta oladi. Musulmondan ko'ngli cho'ymasligi kerak. Ya'ni bu optimizmning cho'qqisini ko'ring. Bularda soni ko'p, bularda soni oz. Bular yo'g'on, bular kichkina. Agar tirik qolsak deyapti. Qizini beraman, aniq aytyapti. Kim chiqsa, qizini beraman, mendan keyin nima bo'ladi? Kim ishonadi bunga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan paytda orqasidan 100 ta tuyaga mukofot qo'ydi mushriklar. Tirigiga va o'ligiga 100 ta tuya dedi. Eslaylar shu davrda. Yurtidan quvg'in bo'lgan, qochib ketayotgan Rasululloh bilan Abu Bakr orqasidan Suroqat ibn Malik tushdi. Payg'ambarimizni ko'rdida 100 ta tuyani mukofoti top bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu qo'lini ko'targanda oti qumga botib qoldi. Suroqa o'qib ketdi, Muhammad qo'yver meni dedi. Qo'yversang senga tegmayman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qildi. Qumdan chiqdi, oti orqaga ketib turib, 100 ta tuya dedi. Yana orqasiga soldi. 2 marta, 3 marta shunday qilganda payg'ambarimiz aytdiki, "Ey Suroqa" dedi, "Senga Kisroning bilezulari qanday yarasharkin" dedi. Bu kelajakka bo'lgan umidni qarang. Kelajakdan yaxshi narsa umid qilish qarang. O'zini yurtidan qo'rg'in bo'lgan, qochib ketayotgan odam o'sha davrdagi eng kuchli ikkita davlatda podshosini qo'lidagi bilaguzugini va'da qilyapti. Bu kelajakdan umid qilishni ko'ryapsizmi? Musulmondan kelajakka umid bilan qaraydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdi: "Rasululloh, dunyo fisq fujurga, ma'siyatga, gunohga to'ldi, zulmatga" dedi. Payg'ambar vasallam to'g'ri aytdingiz dedi. Halidan chiqib ketdi. Sahobalar o'tirishdi. Orqasidan bittasi keldi-da, "Ya Rasululloh, dunyo iymonga, nurga, taqvoga to'ldi" dedi. "To'g'ri aytdingiz" dedi. U ham chiqib ketdi. Yana sahobalar: "Ya Rasululloh, bir vaqtda o'zida ikki xil odam, ikki xil gap gapirsa, ikkalasiga ham to'g'ri aytdingiz" desa deganda, "Ha" dedi. "Ikkovi ham haq" dedi. "Har bitta odam dunyoga o'zini ko'z o'ngiga bilan qaraydi" dedi. Tushunarlimi? Kelajakdan yaxshi narsani umid qilgan odam yaxshilikni ko'raveradi. Kelajakdan bir narsani umid qilmayotgan odam bo'lmayotganligini ko'radi, minusni ko'raveradi. Musulmonlar plyusni ko'rish kerak birodarlar. Bu ana shu boyat ekanimiz kelajakka yaxshilik bilan qarash, optimist bo'lish kerak musulmon odam. Yaxshilikni kutish kerak doim hayotda. Endi bo'lmaydi endi, shuncha yil harakat qildik, shuncha kutdik, bo'lmadi. Endi mana qilish kerak, unaqa emas akalar. Ana shu mendan keyin podsho bo'ladi deb shijoatlantirgandan hech kim chiqmaydi. Bir eng ichidagi yosh yigit chiqib keladi, 16 ga kelgan bo'ladi hali yigit. Pastdagi bo'li bo'ladi. Bu kichkinalarning yana kichkinasi. Bu Davud alayhisalom bo'ladi birodar. Mana Davud alayhisalomning qissasiga yetib keldik. Ana shu podsho bo'lguncha bo'lganini aytib qo'yamiz. Keyingi darsda mana shu qissalarning eng shirinlardan bittasi Davud va Sulaymon alayhissalomlar qissasini gaplashamiz inshaalloh. Davud alayhissalom 16 yoshli yigit bo'ladi. Pastga bo'li, ko'zlari ko'p, sochlari siyrak, qalbi toza shunday bir yigit bo'ladi. Davudning qo'lida, alayhissalomning qo'lida miqlob degan qurol bo'ladi. Miqlob haligi yoshligimizda kamarni uchiga kartochkani tosh qilib aylantirib o'tardik, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Uzun ip, uchiga ozgina qayish baylangan, tosh solib aylantirib uloqtiriladigan bo'ladi. Jobir ro'parasiga chiqqanda, "Ey bola" deydi. "Sen kimsan?" deydi. "Qo'y" deydi, "Kichkina ekansan, seni o'ldirgim kelmayapti" deydi. Desa, Davud alayhisalom boyaga tafovul degan sifat. Optimist. "Seni o'ldirging kelmayotgan bo'lsa, men o'ldirgim kelyapti seni." Shunda Jobir jahl qilib ustiga yuradi,
Davud alayhisalom qalaylar birodarlar, bu sababda u g'alabani beradigan, mag'lubiyatni beradigan Alloh. Qarang, o'sha kichkina odam nima qila oladi uni? Nimasiga ishonyapti bu? Iymoniga, Robbisiga suyanayaptimi? Bizni zolim qavmdan g'olib qilib duo qildimi? Shu musulmondan shu duoda qilib turib, qo'lidan kelgan harakat qilib qo'yadi. 3 ta mancha tashlab olib turib, birodarlar. Miqloga solib aylantirib otganda peshonasiga tegib ketgan ekan sho'g'il. Peshona mana insonni tomirlar, nervlarini to'planadigan joyi. Shu 3 ta tosh o'ldirgan ekan Alloh ismi bilan. Urushni boshida narigi qo'shinni qo'mondoni o'lik bo'lib yerga yiqildi. Nasan otselar, nasan uloqtirsalar, uni men uloqtirdim demanglar dedi Alloh. Uni biz uloqtirdik. Men odam qilib qo'ydim uni. Men pardashga o'tvardim. Men akalar, sizni kim odam qilib qo'ydi o'zi aslida? Men odamni o'qitib qo'ydim. Men qo'liga berdim. Men olib borib qo'ydim. Sen hech narsa qilmading. Sen olib borib qo'ymasang mashinangda boshqasi olib borib qo'yardi ekan. Faqat Alloh senga berib shu olib borib qo'yish deydi. Tushunarlimi? Men desa musulmon odam yutkizib qo'yaveradi. Shayton kirib kelaveradi men desa. Biz men demaymiz. Musulmon odam men demaydi. Allohdan. Hatto satajiduni inshaalloh minas sobirin deb Ismoil alayhisalom. O'g'lingiz men sizni so'yaman o'g'lim, nima deysiz desa, nima deyapti? O'zidagi bo'lgan sifatni Allohga suyab turib aytayapti. Alloh xolasa, men nima qilaman? Sobirligimni ko'rasiz deyapti. Men chigayman, gap yo'q demayapti. Men uyimda bor aytiraman, aniq aytdim. Musulmon odam o'ziga ishonmaydi, Robbisiga ishonadi. Dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmaydi. U birovdan umid qilmaydi, birovdan ta'ma qilmaydi, birovdan qo'rqmaydi, birovga ishonmaydi. Tushunarlimi? Bu Davud nimaga ishonib chiqdi? Va qatala Davud Jalut. Amoliklar orasida parokandalik yuz berdi. Tolut qo'shini hujum qildi, 314 ta odam mag'lub qilib tashladi narigi minglagan qo'shinda. Bitta eshikdan kirib qo'ylasizlar, qochib ketadi ular deganida. Shu eshikni ochib qo'ylar, sabab qilib qo'ylar deb yo'q deyishdi. Chiqib ketsa kiramiz deb Alloh taolo 40 yilga harom qildi. Endi 314 odam bitta sababini qilib qo'ydi, Alloh taolo g'olib qo'ymadimi ulardan? Demak, g'alaba oldi qo'lidan. Davud Jalut Allohning izni bilan birodarlar yengib tashlashdi ularni va Davud Jalutni o'ldirdi. Davud alayhissalom Tolut vafot qilgandan keyin uni qiziga uylandi. Atahullohul mulka val hikmata va allamahu mimma yasha. Alloh taolo unga mulkni va hikmatni ato etdi va o'zi xohlagan narsasini o'rgatdi. Yusha alayhissalomdan 460 yildan beri jamlana olmayotgan podshohlik bilan payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Davud alayhissalom o'zining zamonasini ham podshohi, ham payg'ambari, ham qozisi bo'lgan edi. Bitta davlat, bitta ummat, bitta payg'ambar. Alloh taolo Davud alayhissalomning mulkini mustahkam qilib berdi. Davud ibn Aysha, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Inshaalloh mana bugun sizlar bilan Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida kelgan payg'ambarlarni suhbatlashgan bo'ldik. Va Alloh bilan xulosangiz, g'alaba faqat Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi. Maqsadga musulmon odam optimist bo'lganda, kelajakdan yaxshi narsani umid qilgandagina yetadi. Inshaalloh keyingi suhbatda Davud va Sulaymon alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.